Men seni olib ketaman. Qayerga? Uzoqlarga. Bizni vaqtimizga xalaqit bermaydigan odamlar yoniga. Shu ashulachi, xuddi biz haqimizda kuylangandek. Sevgimiz haqidami? Ishongim kelmaydi Farhod aka. Rostdan shuncha to'siqlardan o'tdikmi? Gaplashyapmiz balki so'nggi bor, balki bu eng oxirgi qo'shiq. Kim aybdorligin qat'iy nazar kechir, sevgilim kechir, sevganim uchun sevgilim o'zi. Qasam, shirin jonimga qasam, poyingda o'lay qaytib kelsam, qo'lingda taqdir, xohlasang o'ldir, kechirsang bo'ldi, shungayam shukr. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Ko'lingiz o'ksimasin. Roziman. Faqat ertaklardagina kambag'al qizga shahzodalar uylanishini tushunib yetdim. Hayotda esa bunaqa ertaklar yo'q, bo'lmaydi ham. Seni deb o'g'lim o'ldi. Hey! Behuda so'z kerakmas butun, har bir nafas tugashi mumkin. Bu achchiq xayrlik shirin bo'lish uchun so'nggi bor kechir, jonginam sendan umidim. Alam, dilda qolmasin alam. Kimga nima naf g'aflatda ketsam, rayingga asir, oshig'ing kechir, bu diydoringdan aylama faqir. Yaxshilab begiling, yaxshilab. Oyi, bu nima qilganingiz? Bo'ldi, yetadi. 3 marta salom berdi. Kerak bo'lsa 10 marta egiladi. Shunda o'g'ilni turib berib qo'ydimi? Oyjon, tashqari sovuq ham yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'adimi, tosh yog'adimi qilasiz. Vazifangiz. Namuncha bahona qilasiz.